Sure Enbiya tercümesi 1. ayetten başlap okuymiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kişilerge ularning amallaridan hesap elindigan vaqt, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Halbuki ular g'aflatdadir, qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Ularga Rabbi tarafidan Qur'onda yangi vaz nasihat nozil bo'lsa, ular uningga masxir qilgan holda quloq solishidi. Ularning dillari Allohning kalomidan g'aflatdadir. Kafirlar o'zaro bu, ya'ni Muhammad alayhissalom faqat sizlarga o'xshash oddiy bir inson. Sizlar sehrni ko'rib turib, uni qabul qilamsizlar deb yoshirin so'zlashidi. Payg'ambar aytdi: Rabbim osmon, zaminda aytilgan so'zlarni bilib turdi. Allah sözleringlarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kafirlar Qur'on sehrdir deb qolmasdan, balki u Muhammadning qalaymaqan tushlaridir. Balki uni o'zi o'ydirib chiqargandir. Balki u shoirdir. Ilgirki payg'ambarlarga o'xshash bizga biror mo'jiza keltirsin deyishdi. Ulardan ilgari biz halok qilgan shaharlardan, ya'ni aholisidan hech qaysisi iymon etmagan bo'lsa, mo'jizalarni ko'rsatsak, ular iymon etamdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan ilgari farishtalarni emas, faqat odamlarni payg'ambar qilib avatdik. Ularga vahiy qildik. Agar buni bilmasanglar, ahli ilmdan so'ranglar. Payg'ambarlarni tamoq yemaydigan jasad qiyg'inimiz yo'q. Ya'ni ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay mangu qoladigan bo'g'ini yo'q. Ya'ni ularmi barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. Ondan ularga payg'ambarlarga yordam berish, ularni inkor qilganlarni halok qilishdan iborat va'dimizni rost qilib berdik. Ularni va biz xohlaganlarni qutqazdik. Kufrida ve gumrohlikda haddidan oshquchilarni halok qildik. Sizlarning shon sharifinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda ushtum-tut qochidi. Farishtalar ularga masxir qilib aytdi: "Qochmanglar, boyasha turmushinglarga, turalg'i joyinglar qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarni maslahat so'ralishi mumkin." Ular: "Voy Esed, hakikaten biz zalim bo'libdik" deyishdi. Ularni o'rilgan ziroatdek halok qilib, jonlarini olganimizga qadar ular yuqorqi faryodni takrorlab turdi. Biz osmonni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q. Ya'ni ularni bekor yaratmasdan qudratimizning alomatlari sifatida yaratdik. Agar biz ichpish qilmoqchi bo'lsak, qishimizdagi narsalar bilan qilatdik. Agar shuni iroda qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhal bo'lganlikdan bundaq qilishni iroda qilmadik. Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq batilni yo'qtidi. Batil nagahon yo'qoladi. Ey kuffarlar jamiyasi, Allah osmon zaminni bekorga yaratgan degandek so'zinglar sabablik sizlarga voy.
Osmonlardagi va zamindagilarning hammasi Allohning ilkididir. Allohning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohning ibodatidan takabburlik qilib bosh tortmaydi va heribmi qolmaydi. Ular kech kunduz tasbih aytadi, bo'shashmaydi. Ular, ya'ni mushriklar zimindagi narsalarni iloh qilib oldi. Ular, ya'ni bu narsalar o'liklarni terildiramdi. Agar osmon ziminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Arshning Rabbi Alloh ularning sifatlagan narsalaridan pokdir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilindi. Ular Allohni qo'yib boshqa ma'budotlarni iloh qilib oldimi? Aytqinki, buningga dalilinglarni ko'rsatinglar. Mana bu men bilan birga bo'lganlarning kitobi, ya'ni Qur'ondir va mendan ilgirkilarning Tavrat, Injil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni o'qimaydi. Ular tavhiddan yuz o'rgichilardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Manga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Ular, ya'ni mushriklar, Allohning farishtalardan bolasi bor deyishdi. Undaq emas. Allah buningdan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatli bandalaridir. Ular, ya'ni farishtalar Allohga oldi bilan so'z qilishga petna olmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Allah ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turdi. Ular Allah rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allohning hayvisidan titrab turdi. Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydigan, uni davzax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz. Kafirlar bilmamdiki, osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirib etdik. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Tavrat ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlarga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Osmonni biz bexatar o'g'zi qildik. Albuki ular, ya'ni mushriklar, osmondagi kun, ay, yulduzlarga o'xshash Allohning borlig'ini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan yuz o'rgichidir. Alloh kechini va kunduzni, kunni va oyni yaratdi. Ularning har biri o'ziga xos falakda sayr qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatganimiz yo'q. Sen ölsang, ular mangu yaşamdı. Bundaq bo'lishqa ular hargizmi muyassar bo'lolmaydi. Muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'lidi. Her bir can ölümning ta'mini tetig'ichidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. Kafirlar seni ko'rgan chaqda sizlarning ma'budinglarni ayiblaydigan odam mushumu deyishib seni masxara qilishidi. Halbuki ular marhamatlik Allah tarafidan nozil bo'lgan Qur'onni inkor qilishidi. İnson aldirong'i yaratilgan. Sizlarga alomatlarimni, ya'ni manga osiylik qilganlarni jazolaydiganligimni ko'rsataman. Uning vaqti soatidan burun meni aldirtib ketmanglar.
Ular sözüңlarda rastçıl bolsаңlar, bu va'da, ya'ni bizga va'da qilingan azobning yuz beradigan vaqti qachon deyishidi. Agar kofirlar bu chaqda yuzlanadigan dümbillaridan azobni dab'i qila olmaydiganligini va hech qanday yordamga erisha olmaydiganliklarini bilsa edi, azobning baldir yuz berishini talab qilmaydi. Lekin qiyomat ularga tuyuqsiz keladi-da, ularni hayratga qoldirdi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatolmaydi. Ularga tavba qilib olish va o'zini bayon qilish uchun muhlatmi berilmaydi. Senden ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlar masxir qilindi. Ularni masxir qilg'uvchilarga masxir qilganligining jazosi bo'lgan azob nazil bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, masxir qilg'uvchilarga sizlarni kechida va kunduzda marhamatlik Allohning azobidan kim saqlaydi degin. Balki ular Rabbining kalomidan yuz o'rgichilardir. Ularning bizdan boshqa o'zlarini qo'g'daydigan ma'budlari bormi? Ularning cho'qinayotgan ma'budlari o'zlarini qo'g'dashqimi qodir bo'la olmaydi. Bizning yordamimizga erisha olmaydi. Bularni, ya'ni mushriklarni va ularning ajdodlarini dunyoning mol-mulkidan bahramand qildik. Hatto shu ne'mat ichida ularning umri uzun bo'ldi. Ular bizning zaminning atrofini qadamma-qadam taraytayotganligimizni bilmamdi. Ular bizning zaminining atrofini qadamma-qadam taraytayotganligimizni bilmamdi. Ahvol mushundaq ekan, ular g'olib hisoblanamdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman degin. Gaslar ogohlantirilgan chaqda da'vatni anglamaydi. Ey mushriklar, sizlar sarkashlikinglarning qattiqligidan xuddi gasga o'xshash da'vatni anglamaysizlar. Va'z nasihatni qabul qilmaysizlar. Agar ularga Rabbingdan azg'ina azob yetsalar, ular cho'qim voy esit, Allohning payg'ambarlarini inkor qilib, haqiqatan o'zimizga zulm qilibdik deydi. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilch uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qichi chog'liq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandilarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayirg'uchi Tavratni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan va'z nasihatni berdik. Taqvodorlar Rabbini ko'rmay turib, uningdan qo'rqidi hamda ular qiyomatning dahshatidan titriguchilardir. Bu biz nazil qilgan muborak Qur'ondir. Sizlar uni inkor qilamsizlar? Musa, Harunlardan burun biz Ibrohimga haqiqatan dunyo va oxiratda yaxshilik yo'llarini ko'rsatib beradigan hidoyat ato qilgan edik. Biz uning payg'ambarligining ahli ekanligini bilatdik. O'z vaqtida Ibrohim kuffarlar cho'qinayotgan butlarni mensitmay otasiga va qavmiga, sizlar cho'qinayotgan bu butlar nima? Ya'ni nima uchun bu butlarga cho'qinsizlar dedi. Ular ota-bobolarimizning ularga ibodat qilib kelayotganligini bilamiz.
ya'ni ularga ota-bobolarimizga taqlid qilib cho'qinamiz dedi. İbrahim, sizlarmi ota-bobonglarmi foyda ziyon yetkazolmaydigan, anglamaydigan jonsiz butlarga cho'qinganliginglar uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar dedi. Ular, sen rost deyaptamsan yoki chaqchaq qilyaptamsan dedi. İbrahim aytdi, undaq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Rabbinglar osmonlarning va zaminning Rabbidir. Ularni u yaratgan. Menmi uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qilguvchilardanman. Allah bilan qasamki, sizlar qaytib kelgandan keyin cho'qim butlaringlarni cheqib etishning amalini qilaman. İbrahim butlarni cheqib poch-poch qilib etdi. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rashi uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. Ular bayramidan qaytib kelib butlarining cheqib etilganligini ko'rib, butlarimizni bunda qilgan kim? U haqiqatan zolim ekan dedi. Ularning ba'zisi İbrahim atliq bir yigitning ularni ayblaganligini anglagan edi. Ya'ni shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. Ular, ya'ni Namrud va uning qavmining cho'nglari İbrahimni kishilarning oldiga elib kelinglar. İbrahimning butlarni ayblaganligiga ular guvohlik bersin dedi. Ular, ey İbrahim, butlarimizni mushunda qilgan senmi dedi. İbrahim, yo'q, balki ularning buni cho'ngi shunda qildi. Agar ular so'zlayalsa, kimning chaqqanligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar dedi. Ular bir-birini ayblab, sizlar butlarga cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar dedi. Ondan ular xijolatchilikdan boshlarini tuvan silib, ularning gap qilmaydiganligini sen obdan bilasan-ku dedi. İbrahim aytdi, sizlar Allohni qo'yib, sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar. Sizlarga va Allohni qo'yib, sizlar cho'qinayotgan butlarga tufi. Sizlar tushunmamsizlar? Ular aytdi, İbrahimni ko'ydiringlar. İlahlaringlarga yordam beringlar. Agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar. Biz otqa, ey ot, İbrahimga salqin ve amanlık bəxş etadigan bo'lib bergin dedik. Ular İbrahimga ziyankeşlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tortquchilar qildik. Biz İbrahim bilan Lotni qutqazdik. Ularni biz ahli jahon uchun barakatlik qilgan zaminga ko'chirdik. Biz onunğa, yani İbrahim'a İshak'ni o Rabbidin so'ramasimi Yaqubni o'shq berdik. Yani Yaqub aleyhisselamni nevr qilib yoki İbrahim aleyhisselamning talabidan ziyoda qilib berdik. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. Ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Lutga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Lut İbrahim aleyhisselamga iymon etgan, ergashgan va uning bilan hijrat qilgan edi. Uni aholisi bedjivozlik, qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qiladigan shaharlardan qutqizdi. Haqiqatan ular yomon, fosiq qavm edi. Biz uni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Nuhning qissasini bayon qilgan. Öz vaqtida u mazkur payg'ambarlardan burun qavmiga Rabbim yer yuzida kuffarlardan birini qo'ymag'in deb beddua qilgan edi.
biz uning duosini ijobat qildik. Uni va uning oilasidagilarni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni buyuk balodan, ya'ni to'fon balosida g'arq bo'lishdan qutqizdik. Ya'ni Nuhni qavmining sharridan qutqizib, ularni halok qildik. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga qarshi uningga yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi kechisi ziroatni yeb buzib etganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shahid edik. Qanday hukm qilishni biz Sulaymonga bildirdik. Ularning har biriga hikmatni va ilmni ato qildik. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih etishga bo'ysundirib berdik. Shunday qilishga biz qodir edik. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Sizlar buningga shukr qilamsizlar? Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qadrini bilinglar. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barakatli qilgan ziminga, ya'ni Shamga boratdi. Biz hammani bilgichimiz. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uning unchi marjon go'harlarni suzib chiqatdi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni selishdek boshqa ishlarni qilatdi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. Ayyubning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Rabbiga: "Haqiqatan meni balo, ya'ni qattiq kasal urib oldi. Sen eng marhamatliksan" deb duo qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uning beshiga kelgan baloni ko'tarib etdik. Uningga rahim qilganligimiz, ibodat qilguvchilarga ibrat qilganligimiz uchun uningga oilasini va uning o'xshash bir barobarini ziyoda ato qildik. Ya'ni uning o'lgan bolalarining va yo'qolgan mollarining o'rniga bir hassa ko'p balo, bir hassa ko'p mol berdik. İsmail, İdris ve Zulkifllarning qissasini bayon qilgan. Ularning hammasi sabrlik edi. Ya'ni Allohga ibodat qilishda chidamliq edi. Va gunohlar oldida o'zlarini tutib olatdi. Ularni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. Ular haqiqatan yaxshilardan edi. Yunusning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u qavmining iymon etmaganligidan xafa bo'lib, shahridan chiqib ketgan edi. U bizni beliqning qornida o'zini qismaydi deb o'yladi. U qorong'ulikda, ya'ni beliqning qornida: "Rabbim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jami kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilguvchilardan bo'ldim" deb nido qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uni beliq yutgan chog'dagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek, mu'minlarni ig'irchiliklardan xalos topqizimiz. Zakariyaning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u: "Ey Rabbim, meni bolasiz, varissiz yolg'iz qo'ymasang. Sen eng yaxshi varisdirsan. Ya'ni hamma odam o'lidi, senni boqiy qolasan" deb nido qildi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uningga Yahyani ato qildik. Uningga xotinini tug'digan qilib berdik. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi.
nomusni saqlagan ayolning, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgan. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puylidik. Puylangan ruh uning ichiga kirib, u Isoga homildor bo'ldi. Uni va o'g'lini, ya'ni Iso bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. İnsanlar sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning Rabbinglardirman. Manga ibodat qilinglar. Ular dinda ixtilof qilishib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Hammasi bizning dargohimizga qaytaruvchilardir. Kimiki mu'min bo'lib, yaxshi amallarni qiladigan, uning amalining savobi zoya ketmaydi. Uning amalini, ya'ni nam amalini cho'qim xotirlab qo'yamiz. Biz halok qilgan shahar aholisining dunyoga qaytishi mumkin emas. Ya'juj Ma'juj to'smasi echib etilganda, ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirab chiqib keladi. Ras va'da, ya'ni qiyomatning vaqti yaqinlashdi. U kunda kafirlarning ko'zlari chekjiyib qoladi. Ular, voy isit, buningdan biz g'aflat qopdik, balki biz o'zimizga zulm qildik deyishidi. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar, ilohlar bo'ldigan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. İbadet qilg'uchi va ibodat qilinuvchilarning hammasi do'zaxda mangu qoladi. Ular do'zaxda hamisha faryod chekadi. Azobning qattiqligidan ular do'zaxda hech narsani anglamaydi. Biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatman bandalar do'zaxdan yiroq qilindi. Ular do'zaxning shapsini anglamaydi. Ko'ngli taqqan noz ne'matlar ichida mangu qoladi. Cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Farishtalar Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. U kunda osmonni putukchi xat yozilgan qog'ozni yo'gigandek yo'gaymiz. Mahluqotlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda zaminga haqiqatan mening yaxshi, ya'ni varislik qilishga layoqatlik bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Bu Qur'onda Allohga ibodat qiluvchi qavm uchun xabarlar va nasihatlardan albatta yetarlik bor. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, seni biz bütün ahli jahon uchun faqat rahmat qilibla avatdik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarga menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar bir ilohdir, sizlar bo'ysunamsizlar degin. Agar ular yuz o'risa, aytqinki, men sizlarga haqiqatni hech kishini ayirmasdan o'xshash uqtirdim. Sizlarga va'da qilingan azob yaqinmi, yiroqmi uqmayman. Allah haqiqatan oshkori so'znimi, sizlarning yoshirganlaringlarni bilib turdi. Bilmasmanki, u, ya'ni sizlarga berildigan jazoning kechkishi sizlar uchun sinoq va vaqtliq foydalanish bo'lishi mumkin. Payg'ambar aytdi: Rabbim mening bilan Makka kuffarlarining orasida odillik bilan hukm chiqargin. Bizning Rabbimiz marhamatlik Allohdir. Sizlarning bo'hton so'zlaringizga qarshi
Allah'tan yardım tileymen.